Barchaga Take Profit do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun bizda 2 aprel 15:58 O'zbekiston vaqti bilan afsuski selni sal oldinroq bermoqchi edim, lekin o'tkazib yubordik, kanalga berdik. Ertalab ko'rib turganimizdek, bizda kichkina bay bo'ldi, bayda ozgincha prosatkaga kirib ketdik va ba'zida stop oldik desak ham bo'ladi. Buni endi har qanaqasiga yetishi mumkin, lekin biza nechida narx tepaga ketish haqida ma'lumot berdik. Uyaltirmadi bozor. To'g'rog'i bilimimiz uyaltirmadi. Biza xohlagandek bo'ldi. Tak, selga boya biza to'laqonli holatda demand zonadan qaytish haqida ma'lumot bergan edik. U ham muvaffaqiyatli tarzda ko'rib turganinglardek o'xshaverdi. Tak, hozirgi holatda nima qilishimiz mumkin? Bizada 18:30 da bugun yaxshigina impuls bo'ladi va bugun kriptoga oid ma'lumotlar chiqadi va albatta bu tillarga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Bizada kechagi foydamiz juda ham ajoyib bo'lgan. Selimiz o'xshadi, seldan keyin yana buy bo'ldi, ertalab sel tushib keldi. Xullas juda ham ajoyib tarzda. Xo'sh, bugun kunning oxirigacha nima qilishimiz mumkin? Ya'ni 20 oxirgi 24 soat ichida nima qilishimiz mumkin? Bu 3-aprel obedgacha bo'lgan vaqt, ya'ni keyingi prognozgacha bo'lgan vaqtga nasib bo'lsa ta'sir qiladi. Hozirgi holatda bu hashtorimiz bizada buy bo'lib yopilish ehtimoli katta. Buy bo'lib yopilish deganda qanaqa 16-17 zonalarga chiqishi mumkin. No, hashtor yopilishiga hali ancha bor ekan. Bu degani o'zi yaqinda ochilgan ekan bu hashtorimiz. Tak, bizada selga ketadigan bo'lsa, bizada hozir narx pastki zonalarni test qilib kelishi kerak. Test qilganda ham nechili zonalar. Bu yoqda biza D1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, D1 time frame da juda ham ajoyib holat. Men kutayotgan zona kecha ham aytgandim. Bizda 4-5 ta zona bor. O'shalarni bugun ham yana bir bor ko'rib kelamiz. Bizda hozirda 85 ta 3100-3085 oralig'ida narx harakati tushishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Men hozir sal achamayotgan narsam, endi bozor deydi, holatlar ko'p bo'ladi. Men YouTube uchun 36 dan sel bera olmaganim, mana 33 dan sel bera olmaganim sal jahlim chiqaryaptimi, nima desak bo'ladi. Xullas o'sha. Tak, endilikda agarda qisqa time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizada nimaga bu indikatorlarni qo'yib oldim? Bu indikatorlar bizaga texnik analiz bo'yicha signal beradi va texnik analiz ishlamagan holatda xullas foyda topish uchun juda ko'pchilik insonlar pul yo'qotayotgan joyi topishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida endi batafsil videolarda gaplashamiz. Hozir qisqacha aytib o'tib ketaman. Ya'ni strategiya, ya'ni biz bilamiz, har bitta strategiya hech qachon 100% ishlamaydi. 100% ishlamagandan keyin o'zi o'rtacha yaxshi strategiyalar 50% dan 70% gacha ishlab keladi. 1ga 2, 1ga 3 erarda. Tak, o'sha strategiyalar ishlamagan joyi topamiz va biz bundan muvaffaqiyatli tarzda foydalanamiz. Endi agar tillarning kayfiyati oqish kayfiyatida bo'lsa, men o'ylashim bo'yicha bugun Bitcoin juda volatil bo'ladi. 87 millionni ko'rib kelishimiz mumkin, lekin bu fakt emas va bu hech qanaqa prognoz ham emas. Bu degani nima degani? Endi agarda o'ylashim bo'yicha ideal holat bo'ladigan bo'lsa, bizda 3080 li zona, 3080 bilan 3090 li zona bizda juda ham qiziq zona bo'lmoqda va lekin 3100 li zonadan juda ko'pchilik insonlar buy kutmoqda. Agar tillarning narxi qaytadigan bo'lsa ham, tillarning narxi bizda tak chizamiz. 3105 li zona bizlar uchun birinchi qaytarish zonasi bo'lishi mumkin. Va yanada qaytarish zonalarni keyingi videoda ham juda ko'p zonalarni aytib chiqqanman. O'sha zonalarni ko'rishimiz mumkin. Hozirda bizda London New York sessiyasi ochilgandan keyin birgalikda faoliyatini boshlagandan keyin kuchli yo'nalish ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 18:30 da katta impuls bo'ladi. Tak. Bu yerda endi nima bo'lishi mumkin? Endi agar buy chiqib ketadigan bo'lsa ham, agarda tillar narxi hozir buy ketib 20-24 oralig'idan tepaga ketmaydigan bo'lsa, bizda yana pastga qaytishi ko'rishimiz mumkin. Va bu ketish juda yaxshi impulsni olib keladi. Ya'ni
bizada 35 ta boshlangan bo'lsa, birinchi narx o'sha 3105 ga chiqib, tepaga atkat berib 20 largacha maksimum chiqib kelishi mumkin. Undan keyin yana pastga tushishi mumkin. Biza boya maxsus kanalimizda ham ma'lumotlarni bergan edik. Foyda bormi deyilgan, bu yoqda buy zona haqida buy ham ishlab olgandik. Endi bu zona ishladi. Yana bir marta bahona qilib qaytdi. Lekin keyingisida, ya'ni 24 dan narx o'tib ketmaydigan bo'lsa, biza общий счётda sell kutishimiz mumkin. Bu gap faqat bugun uchun aktual. Tushunmagan bo'lsanglar, kichkina xulosani aytib o'taman. Tillani agar narxi 24 dan o'tib ketmaydigan bo'lsa, 3124 dan narx sellga ketish ehtimoli juda katta. Agar sellga impuls bilan ketadigan bo'lsa ham, birinchi qaytarish zonasi bizada 3105 bo'ladi va ikkinchi qaytarish zonasi bizada 95 bo'ladi va undan keyin chiroyli 80 gacha yurishimiz mumkin bo'ladi. Bu hamma narsa bir kunning ichida bo'lish ehtimoli qanchalik? D1 time frame ga keladigan bo'lsak, bu D1 time frame bizada 35 ta ochilgan bo'lsa, 35 ta ochilgan bo'lsa bizada tak qanchalik ehtimoli bor? Tak. Bizada endi agar impuls bilan davom ettiradigan bo'lsa, narxi bemalol 3075 gacha tushishga kuchi yetadi. Ya'ni sell bilan ketadigan bo'lsa. Chunki buychilarning ham stopi bor, sellchilarning ham stopi bor, 35 ga chiqib stop losslarni yig'ib keldi. Pastga tushib, qolgan bezubitkadagilarni ham urib keldi. Xulosa shundan iborat. Yanada aktual batafsilroq ma'lumotni Telegram kanalida beramiz va albatta yana bitta yangilik, yangilar uchun $30 base deposit bonus bor. Uni ham linkini pastda qoldirib qo'yaman. Bo'lmasa ko'rishguncha batafsil ma'lumotni yana Telegram kanalida ko'ramiz.